Tovarimizni tanladik. Mana shu tillaqosh ziragi bilan keladi. Pastdagi qizilni bosamiz. Keyin bizda kartalarimiz kiritilgan, adreslarimiz kiritilgan, hammasi telefon raqami ulangan. Keyin yana bu qizilni bosamiz. Keyin bu yerga CVV kod, har bir viza kartalarni CVV kodi bo'ladi. O'sha CVV kodlarni teramiz. Keyin yana bu qizil tugmani bosamiz. Kimki agar xohlasa tekinga Xitoydan tovar zakaz qilishni o'rganishni, menga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Mana shu videolarimiz maksimal darajada tarqalsin. Butun ayollar uyda o'tiradigan opa-singillarimizga o'rgatishni xohlayman. Keyin bizning yukimiz, misol uchun zakaz bo'lgandan keyin mana bu soatchani ichiga tushadi. Mana yuklarim hozir mana bu kamazchaga o'tgan. Soatchadan keyin kamazchaga o'tadi. Kamazchaga o'tgandan so'ng o'zlari bizga kargo kompaniyalar olib kelib berishadi. Tojikistonga, O'zbekistonga yetkazib beradi. Juda ham oson. Barcha bilganlarimni siz bilan bo'lashaman.